Xo'jaligimda 3 sotix, 4 sotix yerim bor. Shuni orasini kultivatsiya qilish uchun 7 ot kuchli olmoqchi edim. Qimmatli qildi. Mini kultivatsiya apparatlar bor ekan degan akalarimiz uchun agroservis do'koniga mini kultivatsiya apparatlarimiz yetib keldi akalar. Hozirda sizlarga buni qisqacha ma'lumotlari, narx-navolari va sifatlari haqida gapirib o'tamiz. Bo'lsam, bu original 5 ot kuchli mini kultivatsiya apparati bo'ladi akalar. Yoqilg'i to'ri bizon boklari 1,5 litrli qilib ishlangan bo'ladi. Yurg'ish joyi zavodi orqali yarimta tortganingizda zavodit olib juda ham sifatli ishlab beradi. Oziqlari tevada joylashgan bo'ladi. Nimaga tevada joylashgan deganlar akalarimiz uchun frezasi pastda ishlaganda chang yeydi. Shuning uchun motorga chang kiradigan bo'lsa, kuchini yo'qotib, quvvatini yo'qotib beradi motor. Shuning uchun tevaga qo'yilgan bo'ladi. Kompleksida xuddi shunaqa bok idishi, bitta variankasi, kulish-pulishlari, shestkranilari bo'ladi. Xo'p, harakat olishi yurg'izasiz. Bunda skor yo'q, gazni qo'shganingizda оборот olaveradi. Xo'p. Oldida dugasi bor, o'zini zavodskiy frezalarni tashqarisigacha 45 sm bo'ladi. Qana frezalardan qo'yilgan bo'ladi akalar. Xohlaganlar mana shunday joylarni, agat yonlarini qo'shib sotib olishlaring mumkin. Plus minusi bo'ladi narxlarida. Komplektida bor, agar olaman desangiz o'sha komplektning narxida chiqadi. Agar olmayman, menga shartlar shunday o'zini qilsa bo'ldi degan akalarimiz bo'lsa, ham plus minusini qilamiz akalar. Xo'p. Bo'lmasam biz nimaga do'konda xohlaganlar uchun bez kartani, xohlaganlar uchun kartani varianti ham yetib kelgan. Kartani varianti nima degan akalarimiz uchun, xo'p, toza biznes 80-92 ni quyib ishlataverasiz. Faqat motoriga отдельный masla quyib ishlatasiz. Buni ham yurg'ish joyi zavodi orqali yanib sorsangiz zavodit oladi, o'ziqlari tevada harakat olishi bundan ham gazda bo'ladi. Buni ham frezalari bir-biriga qaraganda qalinroq. Hammasida komplektida shu 5 ot kuchli motoblok, orqasidagi baloni, stoykasi, kulish-pulishi, dokumenti va bok idishi variankalari bo'ladi akalar. Hop, faqatgina mana shu kartani variantimizda faqat kulishlari, dokumentini o'zi bo'ladi. Bularda chunki bok idishlar chiqmaydi akalar. Bularda chiqadi, qo'shib beriladi akalar. Xohlasanglar, xuddi shunday agatlari bilan xohlasanglar agatlarini olmasdan, xohlasanglar agatlarini o'zingizdan xarid qilishingiz mumkin. Agar o'zingizlarda bo'lsa xarid qilmoqchi bo'lsanglar. Xo'p, buni harakati juda ham tez bo'ladi akalar. Ishlashlarini ham ko'rgan bo'lsanglar kerak. Agatda orasini juda ham sifatli haydab kultivatsiyalarni qilib beradi akalar. Xohlaganlar 7 ot kuchli motobloklardan ham xarid qilsangiz bo'ladi. Sababi agatlar orasida bular ham juda sifatli ishlab beradi. Eng originali mana shu Texan motoblogimiz bo'ladi. Original Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan bo'ladi. Agatlar orasiga bemalol tushib, ishlab sifatli kultivatsiyasini qilib, agatini olib beradi. Xohlaganlar xuddi shunday motobloklardan yoki mini kultivatsiya apparatlaridan xarid qilmoqchi bo'lsanglar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin akalar. Optim baza narxlarida qilib beriladi.